Agar siz karta poppingizni yo'qotadigan bo'lsangiz yoki o'g'irlatadigan bo'lsangiz, birinchi bo'lib Assalomu alaykum hammaga. Men hozir Lotusdagi Ujundan qaytyapman. Bitta akamiz Germaniyada karta poppinda prava pasportlarini o'g'irlatib qo'yibdilar. Hozir o'sha hujjatlarni tiklatish protsessini boshlaganmiz. Sizlarga ham foydali bo'lishi uchun shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Agar siz karta poppingizni yo'qotgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib boradigan joyingiz bu politsiya uchastkasi. Bu yerga borib zaявление yozasiz, ma'lumotlaringizni olib qolishadi, nomerlaringizni olib qolishadi. Undan keyin sizga 14 kun kutishingiz kerakligini aytishadi. 14 kundan keyin hujjatingiz topilmaydigan bo'lsa, sizga spravka berishadi, yo'qolganligi yoki o'g'irlanganligi to'g'risida. Bu spravkaga siz vniosik qo'shasiz, ya'ni anketa, Ujunta ofitsialniy saytidan olsangiz bo'ladi. O'sha anketaga полностью ma'lumotlaringizni kiritasiz. Yana 3,5 ga 4,5 rasm, 2 dona. Agar yo'qotgan kartangiz rasmi bo'ladigan bo'lsa, o'sha rasmni ham rangli ko'rinishda chiqarasiz. Kartangizni dublikat versiyasini chiqarib berishlari uchun siz Ujunga 100 zlotdan 200 zlotgacha to'lovi Ujunta ofitsialniy saytidan karta raqamini ko'rib turib o'shanga o'tkazib, uni подтверждениясini ham qog'oz ko'rinishda chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Hamma hujjatingizni yig'ib bo'lganingizdan keyin Ujunga borasiz. Sizda shaxs tasdiqlovchi hujjat bo'lishi shart. Pasportingiz va pasport kopiyasi ham, ularni ham qo'shib olasiz. Ujunga borganingizdan keyin hamma hujjatingizni ular ko'rib chiqishadi. Agar to'liq hujjatingiz bo'ladigan bo'lsa, sizga 2 haftadan 4 haftagacha kutishingiz kerakligini aytishadi va o'sha muddat ichida sizga yangi karta poppingizni yasab, ya'ni dublikat versiyasini yasab sizga berishadi. Agar sizda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zingiz eplolmaydigan bo'lsangiz yoki tushunmaydigan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz o'zimiz hamma ishingizni полностью сопровождать qilib, oxirigacha bitirib beramiz. Kimga shunaqa kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada qo'llab-quvvatlanglar, ili plus belgisini qoldiringlar. Shunga qarab biz keyinchalik prava yo'qotsangiz qana bo'lishi, nimalar qilishingiz kerakligi, Polshaga, umuman Yevropaga kelgandan keyin sizni hujjatlaringiz yo'qolsa, yomon holatga tushib qolmasligi uchun, pasportlaringiz yo'qoladigan bo'lsa, tiklab berishlari uchun nimalar qilish kerakligini hammasini o't-ido tushuntirib o'tamiz. Hammaga rahmat, kuninglar xayrli o'tsin.